Assalomu alaykum fazan ishqibozlari, mana bizning fazanlarimiz. 12 fazanlarimiz. 2025-yil 1-may bugungi kunga. Idealniy fazanlar. Minskilar. Xonakning hovlilarda tashqarilarda yurishadi. Fazanlarimiz. Hammasini jo'ja tuxumlariga zakazlab olamiz. Qo'lga uyatilgan xonaki fazanlar. Mana odamni oldida yuraveradi. Mana hovlilarda yurishadi. Shu sherigi bilan o'sha oyoqlarni cho'lab qildilar. Mana rumillar ham ideal rumillar. Hovlida yurishaveradi oqcholida. Mana ruminskilar. Mana pesochniy fazanimiz. Yaqinda Rossiyadan keldi bu. Buni sherigi ham bor. Sherigi arendada. Pesochniy fazan. Bularda boqilishi shu aralashmada o'g'illar mana. Har xil makka, bug'doy hamma yo'lda yeyveradi. To'g'dan juda ham oz yeydi bular. Beshetda 100 tacha qolgan bo'lsa, 100 tachasi salkam 1,5 kilo makka aralashma don yeyishadi bir kunda. Endi to'g'da o'ylab ko'ringlar qancha don yevoradi 100 tasi. Bular juda ham oz yeydi. Mana shu donni ertalab tashlaganman mana shu. Hali tugagan yo'q. Bu ertaga obedgacha yetadi bu don. Mana shu yerda 4 dan 5 ta bor. Ser tuxum. Jo'jalari ham yaxshi katta bo'ladi ular. Immuniteti baland ularda. Tovuqning grippi unaqa kasalliklarga uchramaydi. Qo'qqiz biron nima bo'lib o'lib qolishi mumkin. Skvoznoyda qolsa shabadanlanishi mumkin. Qishlarda muzda suv ichib qo'ysa shabadanlanishi mumkin tomog'i. Atak tuzalib ketaveradi dori bilan. Tezda tuzaladi. Immuniteti baland o'tishi. Ancha-muncha kasal bo'lib, bunaqa bo'lmaydi. Bitgani ham men shu vaqtgacha kuzatmadim. Unchalik tushavermas ekan bularga. Muhimi parandalar gripp ilashmas ekan bularga. Juda immuniteti baland parandalar ekan. Serdarom, ser barakali ekan. Bir yilda kamida shu makiyollar 50 ta, bo'lmasam 90 ta, 100 tagacha tug'argan o'zimiz kuzatdik. Erta bahorda kirgani shu kuzgacha tug'di. Kami 50 ta tug'ishar ekan bular. Mana hamma sortlardan bor, xudo xolasa. Severi Kavkaz, idealniy Severi Kavkazlarni ham. Ularni ham tuxum jo'jasiga zakaz olamiz. Severniylarni ham. Mana severniylar ham mana. Tug'ib bo'lgan makiyollari hovlida. Achki taqilgan sababi bir-birini xo'rozlab urib tashlamasligi. Uni atak achkida ham zo'r bosyapti. Makiyolar ancha o'rganib qolgan, achkida ham yaxshi bosadi. Pilotlari zo'r chiqyapti, xudo xolasa. Achkida ham bosgan, bir xilgilar achki taqsa piloti bo'lmaydi, bosalmaydi deydi, u bekor gap. Achkida ham bemalol bosib bular makiyolar urug'lantiryapti, xudo xolasa.
ulug'lanishi yaxshi makiylar. Kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqinglar. Farzandlarimiz xudo xolasa xonaki. Jussalari ham severnilar, jussalari yirik bo'ladi, oddiy Kavkazga qaraganda jussasi katta bo'ladi. Bu Karalovskiy bo'lsa farzandimiz. Dumini daraxtga urib yulib olgan. Dumi 1,5-2 metrgacha boradi bularda. Bularni ham jo'jalarga zakaz olamiz. Bular ham tuxumlar. Hali zalatoylar bu. Almazli. Buni ham jo'jalariga zakaz olamiz. Almaz ham cho'tki. Bu miniskilar mana bog'da. Kavkazlar. Nahovlidan oddiy Kavkazlarimiz ham cho'tki shoxlariga qaranglar, mana shoxlari ham uzun-uzunidan. Shoxlari ham mana bo'lakchasi. Muhimi qo'lga o'rgangan. Mana shu hozir 1 metr masofa nariyog'imda turibdi. Umuman qo'rqmaydi. Bu makiyon jo'ja makiyon. Kech kuz oxirida ochilgan. Mana xolos, o'zini ko'rsatyapti makiyonga. Xudo xolasa farzandlarimiz behijolat, aloqaga chiqinglar. Video yoqsa like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar, obuna bo'lmaganlar. Yangi videolar qo'yib turamiz, xudo xolasa jo'jalarni boqilish jarayonlarini ham qo'yamiz. Nima beriladi jo'jalarga, qanaqa vitaminlar beriladi, hamma yo'lda tushuntirib beramiz. Xudo xolasa.